Seni xonangami yo menikigami? Menimcha Ramoya meni derazam tagida. Zaynab. Aka. Zaynab. Bu yerda nima qilyapsan? Men nima qilyapsan dedim, Zaynab. Bu yerda nima ishing bor? Yana shu mahalda. Senga qurolni bermayman deb aytdim-ku, kichik so'ydari. Akasining barmoq izidan foydalanib bunga yomonlik qilishim mumkinligini o'ylagan, u qurolni yo'q qilish uchun kelgan. O'sha qurolni topaman, Amir. Rostdan shuning uchun keldingmi? Kechirasiz, u boshqa nima uchun kelishi mumkin? Tavba. Bizni xonamizda yolg'iz qoldirasanmi, kelinim? Boshqalarning xonasiga bostirib kirish oilaviy an'anangiz shekilli. O'zingizga boshqa ermak toping. Sport bilan shug'ullaning, shunda kallangiz yaxshiroq ham ishlardi. Akamga zarar yetkazmoqchi bo'lsangiz, Tahdidlaring osmon qadar bo'lsa ham, agar nimadir qilmoqchi bo'lsam, meni to'xtata olmasding. Akang boshiga kulfat yog'dirishni o'ylamay qo'ydim. Ko'ngling xotirjam bo'lgan bo'lsa, lutf ayla. aka. Zaynab, o'sha nusxaning xonasida nima ishing bor? Ertaga qo'ng'iroq qilaman, aka. Ertaga. Yo'q, hozir. Siz uchun. Bilasan-ku, hali ham shu atrofda bo'lishi mumkin.
bu haqda o'ylashni ham istamayman. Nega? Meni nega shunday sevolmaysan? Loqal bir marotaba ham urinib ko'rmading. Bu odam endi kimni ko'ryapti? Dardiga bir quloq tutaychi demading. Chunki meni hamisha itoatkor bo'lishga majburladingiz. Muttasil o'yinlar qildingiz. Zimdan nayranglar qilib menga tahdid qildingiz. Shunday ekan, qaysi dardingizga quloq solay? Kamchiligim nima, Nihon? Meni shunday xudbinlik, shunday mag'rurlik bilan sevasizki, bir marta ham sizga xayolimdan joy berishni o'ylamadim. Qalbingdan. Xayolingdan emas, qalbingdan joy berishing kerak edi. Zaynab bu xonada nima qilayotgandi, Amir? Aka, ertaga o'zim qo'ng'iroq qilishga so'z beraman, iltimos. Siz uchun kirdim deganing nimasi Zaynab? Siz uchun deganing nimasi? Qurol Amirning xonasida edi. Nega bunday qilyapsan axir? Senga qolganmidi? Aqldan ozdingmi? Qurol Amirning xonasida ekanini qayerdan bilasan? Balki o'zini xonasidadir deb o'yladim shunga. Zaynab, nima bo'lyapti? Amir haqida kimga ma'lumot beryapsan o'zi? Nega? Aka, ertaga o'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Zaynab, quloq sol. Noto'g'ri ish qilma. Hech qanday noto'g'ri ish qilma. Tong ochishi bilan darhol yonimga kelasan. Hatto kiyimingni almashtirmabsan. Har bosgan qadamim haqida sizga hisob berishdan charchadim, oyijon. Hech siz bilan yulduzimiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Menga qara, Amirning xonasida nima qilayotganding? Axir eshitdingiz-ku. Bu oqshom siz uchun rahmat aytmoqchi edim, lekin fikrimdan qaytdim. Bugun menga qo'ng'iroq qildi. Unga qurolni bermasligimni aytdim, lekin u kelinimiz g'irt Saydara. Taslim bo'lgisi kelmaydi. Kamolga qurolni qaytarib berasiz. Sabab? Nima deb o'ylaysiz? O'ylab ko'raman. Qayoqqa? Har holda shunchaki chiqib ketaman deb o'ylamayotgandirsan. Bu o'yinni siz uchun emas, Kamol uchun o'ynayapman. Va atrofimizdagi odamlar uchun. Qarab tursam, eshik ortidan poylashdan xona tintishga o'tdim. Bittasi ayg'oqchilik, boshqasi qahramonlik haqida doston yozgan ikki aka-singil bilan kurashyapman. Agar shu eshikdan shunchaki chiqib ketsang, boshimiz devorga uriladi. Amir, men bugun rostdan ham juda charchadim. Men ham. Kel, unda charchoq yozamiz. Bu masalada faqat hazil qila olaman, ammo u ham kuldirmaydi. Lekin bugundan e'tiboran alohida xonalarda qolish tomoshasi nima bo'lishidan qat'iy nazar tamomiyla tugadi. Eng kamida urinib ko'rishga majburliging ham yodingda bo'lsin. Shuncha o'yin yetar deyishga imkonim bormi? Mana qaytib keldim. Avvalgidek yashab yuravermaymizmi? Endi bo'lmaydi.
O'zing shartlarni buzding, Nixon. Bir tomonda Kamol, boshqa tomonda singlisi. O'yinni shu uydan boshlamasak yana boshiga qaytib ketamiz. So'z beraman, o'tmishdagi narsalar o'tmishda qoladi. Ammo endi bir qarorga kelishing kerak. Men bilan hayotingni bir xonada davom ettirasanmi yoki yo'qmi? Shunga qarab nima qilishimni ham bilasan. Mendan qo'rqma. Men qo'rquvni yengib bo'ldim, Amir. Bundan keyin menga nima qilsangiz ham baribir qo'rqmayman. Chunki bunday qila olmaysiz. Yaqinlarimga tegmang, shu yetarli. Karni ichidan bir puf. Artigul. Vildan, nima bo'ldi? Tajangroqsan? Zaynab yana bir narsalarni o'ylab yuribdi. Shu vahimalaringdan ko'ra muhimroq masala yo'qmi seningcha? Ya'ni agar gaplashishni xohlasang, avval shundan boshlasak degandim. To'g'ri. Nixon bilan Amir endi bir xonada qolishyapti. Menimcha, bu keyingi paytlarda hayotimizdagi eng ijobiy o'zgarishlardan biri. Seni o'ylantirayotgan narsa shu xolosmidi? Faqat shuni dardidamiding? Nixon Amirning xonasida o'z ixtiyori bilan qoldi deb o'ylaysanmi? Dadasi, Nixon Kamol bilan qochib ketsa ham, bu uyga Amirni yoniga o'zi qaytmadimi? Yoki Nixon sizga aytib, lekin mendan yashirgan nimadir bormi? Yo'q, unaqa emas. Menga nimanidir aytish ham kerak emasdi. Vildan. Nixon o'lishiga bir baxiya qoldi. Amirdan qutulish, bu asirlikka barham berish uchun hatto jonidan voz kechdi qizimiz. Iltimos bu haqda eslatmang. Meni ham ichim achishyapti. Agar iching achiganda edi, ikkalasining bir xonada qolishini go'yo bir g'alabadek gapirib o'tirmasding. Quloq soling. Endi o'zgarish bor. Nixon urinib ko'rishni xohlaydi. Ehtimolki hayotida ilk marta shunday bo'lyapti. Oilamizda hamjihatlikni saqlab qolish uchun bundan ham muhimroq hech narsa yo'q. Nixon baxtsiz Vildan. Nixon o'yin o'ynayapti. Amir barcha eshiklarni yopgan. Urinib ko'rish haqida hatto gap bo'lishi mumkin emas. Shuni tushunmayapsanmi? Men baribir hammasi iziga tushib ketishiga ishonaman. Dadasi, endi siz ham o'z xonangizga qayting. Vildan, men bu yerda Nixon bilan bog'liq ichimni kemirayotgan xayollarimni tushuntirmoqchi bo'lyapman. Sen bo'lsang, hammasi iziga tushadi deb meni chalg'itishga urinyapsan. Ha, bilaman. Ayrim narsalarga ko'z yumsang, go'yoki hech narsa bo'lmagandek tuyuladi, ammo unday emas. Hammamiz uchun eng to'g'risi shu. Ahilligimizni yo'qotmaslik uchun. Nega tushunmaysiz? Nixon uchun eng to'g'risi Amir bilan chinakam er-xotinlardek yashash. Nixon uchun shunga munosib inson avval boshdan Kamol edi. Buni o'zing ham juda yaxshi bilasan. Ammo endi hech narsa qila olmaymiz. Yo'q. Nimadir qilish mumkin. Ko'rdingmi, Kamol? Senga ko'rsatmoqchi bo'lgan manzarani ko'rdingmi?
ko'rsatmoqchi bo'lgan manzarasini ko'rdim. Amirning shu kungacha qilgan barcha o'yinlariga tayyor edim. Lekin xo'ja ko'rsinga bo'lsa-da, qo'llaridan tutsa, buni kim uchun qilayotganini bilardi. O'zingiz hammadan ortiq ko'rgan odam yo o'ladi, yo qotilga aylanadi. Shunga qaramay bor haqiqatni aytarmidingiz? Shunga yarasha sabablar bor edi. Sababi nima bo'lsa bo'lsin, Laylo, meni oyoq osti qilib ketdi. Qaytdi-yu o'sha odamni tahdidlari uchun taqdirladi. Mayli, ichkariga kir. Sen ham bilasan. Hatto kechagi kungacha meni yer u ko'kka ishonmasdi. Sen ham bilasan, Laylo, kechagina shu dahshatdan qochib ketgandik. Nihon seni sevadi. Bunga kim ham shubha qila oladi, Kamol. Lekin gap sevgida emas. Nihon faqat shunday sarson hayotdan voz kechdi xolos. Voz kechishi sababini juda yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Urinib ko'radi. Menga bunday qaramay, yo mendan jahling chiqayaptimi? Men Nihon senga aytgan gaplarni aytayapman. U shunga qaror qildi. Nima qila olarding? Qanday bo'lmasin bir qarorga keldi. To'g'ri, sizlar birga kurashdingiz. Ammo endi kurashadigan hech narsa qolmadi. Sen boshlading, Nihon tugatdi. Taqdirga tan ber, Kamol, shunday bo'ldi. Meni chorasiz qoldirib ketdi. Sababi nima bo'lishidan qat'iy nazar shunday qildi. Chunki bunday baxtli bo'la olmasligini bilardi. Yonimga kel dedim. Kel, o'zim himoyaching bo'lay dedim. U bo'lsa nima qildi? Keldi-yu qo'rquvlari iskanjasidan xalos bo'la olmadi. Nega bizni shu ahvolda qoldirdi, Laylo? Hali ham oyoq tirab olyapsan, Kamol. Qiz o'zini ajal bag'riga otdi, Xudo bir saqladi. O'zi uchun, hamma uchun bu urushga nuqta qo'ymoqchi edi. Lekin hozir ham u voz kechmagan, bir qarorga keldi. Ya'ni buni tugatish uchun bir qarorga keldi. Men ham shuni aytayapman. Bu uning qarori. Ammo tong otishi bilan men ayovsiz jangga kiradigan bir hayot ham bor. O'z hayotim. Qani ichkariga kir. Senga zanjabilli sut tayyorlab beraman. Bo'la qol. Xotinjon, qanday uxlayotganimni tomosha qilyapsanmi? Zaynab bu yerga kelishingizni bilardi. Nuqul, Zaynab haqida gapirishdan bo'shamayapsan. O'zingni xuddi bir olamshumul masalani hal etishga bel bog'lagandek ko'rsatma, sevgilim. Nima bo'lgan taqdirda ham bu o'ylashga mutlaqo arzimaydi. Menga esa arziydigandek tuyulyapti. Senga nima bo'ldi? Mazang qochdimi? Zaynab bu yerga kelishingizni bilardi. Kechki ovqatdan so'ng hammamiz deyarli bir vaqtda qo'zg'aldik. Qiziq, nima uchun siz uyda bo'lmaydigan vaqt qolib, yarim kecha bo'lishini kutdi? Chunki bu yerga yolg'iz kelishingizga ishonchi komil edi. Meni xonam boshqa edi. Toki bugungi kunga qadar. Nima demoqchi bo'layotganingni rostdan ham tushunmayapman. Zaynab bilan o'rtamizda qandaydir ishqiy munosabat bor deb o'ylayapsanmi? Yaxshisi shunaqa bema'ni xayollar bilan mening fikrim chuvalashib ketmasdan avval uxlay qolay. Ikkalamiz uchun ham navbatchilik qilib tong ottirmoqchisan shekilli. Xayrli tun hayotim. Asu, haddimdan oshdim, kechir meni. Aks holda bunday yasha olmayman. Sen meni ayblading, To'fan. Onam tirikligini bila turib yashirding deding. Senga xiyonat qilishda ayblading. Juda shoshib qoldim. Keyin nima qilding?
Eng katta xiyonatni o'zing qilding. Mendan ma'lumot yashirding. Kim bilsin necha marta. Asu, iltimos. Aytadiganingni aytib bo'lding, To'fon. Bugun aytganlaring eng katta xiyonat edi. Yillar davomida menga yolg'on gapirib kelding. Men bo'lsam yo'limiz bir deb o'ylardim. Lekin sen faqatgina menga oshiqliging uchun yonimda ekansan. To'g'ri, ba'zan amakim yonida sen bilan birga turganmiz. Ammo sening niyating boshqa ekan. Bu niyat emas. To'g'ri, mumkin bo'lmagan narsaga yo'l qo'ydim. Ammo meni tushun. Sen Kamolga qanday oshiq bo'lsang, u seni qanday xatolar qilishga majbur qila olsa, hatto o'zing buni xohlamasang-da, hatto buni chin yurakdan tilamasang-da. Men uchun endi hammasi ma'lum. Sen bilan bir yo'ldan yura olmayman. Xayrli tong, Laylo. Senga tuxumli non pishirib qo'ydim. Bu murabboni esa bog'imizdagi qulpunaydan qilganman. Ketishim kerak. Yo'q, xafa bo'laman, Kamol. Kallay saharlabdan qancha kuymalanib nonushta tayyorladim. Hech qayerga ketmaysan. Qani, bu yoqqa o'tir. Aytgancha sahar mardonda qayoqqa bormoqchi bo'lyapsan? Zaynab bilan ko'rishmoqchiman. Nima bo'ldi? Nimadir bormi? O'ziga umuman xushyor emas. O'sha uyda eng ko'p tahlika ostida qolgan aynan singlim. Ammo buni tushunib yetguncha unga nimadir bo'lishidan qo'rqayapman. Xotinjon, qanday bo'lmasin ertalab shu eshikdan chiqishingni tomosha qilish zavqi o'zgacha bo'lar ekan. Xayrli tong. Kecha o'sha xonada uxlab qolgan bo'lsangiz kerak. Nima uchun so'rayapsan? O'zim. Shunchaki sizni yana kechagi libosda ko'rganim uchun shu xayolga bordim. E'tibor bermang. Mayli. Afsona. Xayrli tong. Kecha kechqurun o'zallar bizdan qancha vaqt oldin uyga kelishdi? Taxminan 20-25 daqiqa avval, uncha ko'pmas. Nonushta qilasizmi? Yo'q, kiyimimni almashtirib yugurgani chiqaman. Bugun shirkatga borib kelaman. Bormaganimga ham ancha bo'ldi. Sen ham shirkatga borasanmi? Haqqabey shirkatidan iste'foga chiqdim, Laylo. Seningchi bunga rozi bo'ldimi? Avval o'zim hal qilib olishim kerak bo'lgan ko'p narsalar bor. Lekin Haqqabey bilan yana gaplashaman. Men ham shunaqadir deb o'yladim. Haqqabey seni boshqacha qadrlaydi. Ba'zisiga ularni yolg'iz qoldirmasliging kerak. Ikkalasini ham Haqqabeyni, ham Asuni. Bilasan, og'ir kunlarni boshdan kechirishyapti. Endi ketishim kerak, Laylo. Hammasi uchun rahmat. Kechagi kun uchun ham. Kamol. Balki boshqalarga ham imkon berib ko'radigan payt kelgandir.
Nihon? Seni Amirning xonasida deb o'ylagan edim. O'sha yerda edim, oyijon. Kiyimimni almashtirgani chiqdim. Ko'nglingiz joyiga tushdimi? Birdan rangingiz oqarib ketdi. Yana eski hammom, eski tos ahvolda yashashyaptimi bular deb. Men faqat xotirjam yashashingizni xohlayman. Qizim. Qizalog'im yoningga kelayotgandim. Kamroq uxlagandeksan. Tuzukmisan? Yo'q, men yaxshiman. Xavotir olmanglar. Qizing tunni qay ahvolda o'tkazganini ko'rdingmi? Mijja qoqmagan. G'irt telbaya. Afsona Nihon qayerda? Yugurgani chiqqanda. Xayrli tong. Hozirroq xonamga kel. Nima uchun? Gapni ko'paytirma. Akam yoniga borishim kerak. Sal keyinroq ko'rishamiz. Avval men bilan gaplash. Ey Allohim, bu sinovga qanday chidayman?
Ertalabda nima kerak? Xo'sh, kecha kechqurun senga nima kerak bo'lib qoldi? Chidolmadim. Nimaga? Sog'inyapman. Keyin bu chaqaloq seniki bo'lishi mumkinligini o'ylaganim sari. Zinhor Zaynab, zinhor. Nimani aytyapsan? O'rtamizda bo'lib o'tgan shuncha ishlarni osongina inkor qilasanmi? Ahmoq bo'lma. Agar Nihon e'tiborni tortadigan yana nimadir qilgudek bo'lsang, seni ham, qorningdagi bolani ham o'ldiraman. G'irt ablahsan. Erta qaytibsiz. Amir qayerda? O'z xonasidami? Ha, xonim. Bunday qila olmaysan, so'z bergansan. So'ngra aytgan o'sha gapimdan qaytishga majbur qilma deb seni ogohlantirgandim, ammo o'zing quloq solmading. Zaynab. Ertalab ham kechqurun ham Amirning xonasidasan? Katta rahmat. Nima bu? Men ham shuning uchun kelgandim. Buni hoziroq akangga olib bor. Siz ham shunday qilmoqchiman. Bunday qila olmaysan, so'z bergansan. So'ngra aytgan o'sha gapimdan qaytishga majbur qilma deb seni ogohlantirgandim, ammo o'zing quloq solmading. Afandim, xabaringiz bo'lsin deb qo'ng'iroq qilyapman. Nihon xonim yoningizga boryapti. Nima qilyapsan? Bu nima? Kecha o'zing qidirib kirgan akangning omonati. Barchasi sening ko'nglingda g'ubor qolmasligi uchun. Qornim ochdi. Bir tabassuming uchun butun qirolligimni sor. Ketdik hayotim. Bo'la qol. Bugun ko'rinishing juda yaxshi afsona. Rahmat Amir bey. Bugun Kamol bilan gaplashaman. Ishiga qaytishini so'rayman. Baribir iste'fosini qabul qilmadim. Asu. Gaplarimni eshityapsanmi? Eshityapman aka. Lekin ko'rinishing juda parishon. Boyadan beri Kamolni qanday qaytarish masalasida jon kuydirib gapiryapman. Bilaman. Seni yaxshi ko'rmagan odamni sevish, u hatto Kamol bo'lsa ham sen uchun azob bo'ladi. Lekin ishonchim komil. Endi hammasi boshqacha bo'ladi. To'fon. To'fonga nima bo'ldi? Endi u biz uchun ishlashini xohlamayman. Qandaydir xato qildimi? Bu aytgan gaping juda jiddiy narsa, qizim. Unga ishonmayman. Ishonching komilmi? Nima bo'ldiki birdan? Ishonchim komil. To'fon bilan bu yo'ldan yurishni istamayman amakam. Zarar ko'rmasdan avval uni bundan uzoqlashtiring. Albatta keyin bizga zarar yetkazmasligini ham o'ylang. Lekin qarorim qat'iy.
Men u bilan gaplashaman. Sen nima qilyapsan, Zaynab? Shuni olish uchun. Shu senga qoldimi? Nega bunday qilyapsan? Sizni himoya qilish uchun, aka. O'ylovdimki, o'sha qurolni olib qo'ysam, Amir nimanidir rejalashtirayotgan bo'lsa ham, Aralashmaysan deyapman, Zaynab. Tushundingmi? Amir bilan o'rtamga tushib qolgudek bo'lsang, boshingdan nelar ketishini bilasanmi? Sen endi faqat o'zing uchun yashamayapsan. Hademay ona bo'lasan. Boshqalar urushini deb o'z hayotingni xavf ostida qoldira olmaysan, Zaynab. urushmi bu? Ha, urush. Amir bilan meni urushim. Sen bunga aralashmaysan. Bundan uzoqda turasan, Zaynab. Agar tog'la sochingga ziyon yetgudek bo'lsa, o'zimni kechira olmayman. Senga nima kerak? Ikkalamiz uchun eng to'g'ri yo'l bola kimniki bo'lmasin, unga zarar yetkazmaysan. Evaziga nima olaman? Ishlatilgan takliflarnimi? Agar astoydil xohlasang, nega shunday bo'lmasin? Ammo avval akam bilan Nixon opa qayerdaligini aytib beraman. Aka, men hech qachon sizga loyiq singil bo'la olmadim. Meni kechiring. Qo'y, bunday gaplarni ayta ko'rma. Shunaqa ham bo'lib turadi. Oilada hamma narsa bo'ladi. Odam zoti borki, xato qiladi. Lekin agar o'zingga hushyor bo'lmasang, o'zingga zarar yetkazsang, seni kechira olmayman, Zaynab. Sendan jahlim chiqmayapti. Meni oldimda o'zingni aybdor his qilayotganingni ham bilaman. Zehir hammasini aytdi. To'g'ri, o'zimni aybdor his qilyapman. Birdan shu qarorga keldik. Biz chaqaloqni o'ylab juda qo'rqdik. Orqaga qaytdik. Keyin Nixon opam ham qaytib kelgach, Nixon qaytishining bunga hech qanday aloqasi yo'q. siz ham nihoyat tushuning, aka. Ularni nikohi o'yin emas. Endi urinib ko'rishlari aniq. Shunga Nixon opam bilan bir xonada qolishyapti. Bu haqda gapirishdan umuman ma'no yo'q, Zaynab. Shunaqa qochib ketmang. Yana qochib ketyapsiz, aka. Bir qarorga kelib bo'ldi. Qochmang. Hech narsadan qochmayapman, Zaynab. Xayolimga ham kelmadi. Doim shunday bo'ladi-ku. O'z hayotingizni barbod qildingiz, aka. Lekin hech narsa o'zgarmadi. Har doim shunday bo'lgan. Men sizni tushunaman. Yuragingiz yonyapti. Joningiz og'riyapti, bilaman. O'zingizni xuddi qo'g'irchoqdek his qilyapsiz. Ammo o'tib ketadi. Hech narsani his qilmayapman. Hatto og'riq ham yo'q. Biz hammamiz juda xudbinmiz. Hammamiz o'z hayotimiz uchun yashaymiz. Lekin siz unaqa emassiz. Bu hayotda aqalli bir marta o'zingiz uchun yashang. Bir marta o'zingiz uchun yashang. Mendan aslo tashvishlanmang. Bundan buyon o'z g'amimni o'zim yeya olaman. Chunki hayotim qadrini endi yaxshi bilaman.
Laylo. Ha? Bo'sh vaqting bormi? Nega? Bir gaplashmaymizmi? Issiqlik elektr stansiyasi qurilishi davom etayotgan hududda bir paytlar tasviriy san'at maktabi qurilishi rejalashtirilgan ekan. Lekin keyinchalik bu rejadan voz kechilgan. Endi bugungi majlisda shu masalani yana kun tartibiga qo'ymoqchi bo'lyapman. Nega? Nega bu gaplarni menga aytyapsan? Nihon ham o'sha loyihada ishtirok etishini xohlayman. Bu loyihani Kamolni shirkati amalga oshirmayapti. Ayni muddoda. Shuning uchun ham u qatnashishini xohlayapman. Nihon bilan Kamol kunora ko'rishib turishini xohlaysan, shunaqami? Ha, birga bo'lishlari lozim. Yo'q, umuman bo'lmaydi. Nima uchun? Urinib ko'rishdi, bo'lmadi. O'zing ko'rding-ku. Amir tufayli. Nihon bu ishda ishlay olmaydi. Bo'lmaydi. Biz-ku mayli, Amir bunga yo'l qo'ymaydi. Nimaga yo'l qo'ymas ekanman? Nihon ham tasviriy san'at maktabi loyihasida qatnashishini xohlayman. Sabab? Qandaydir niyatingiz bormi? Uyga kelgandan beri yomon ahvolda. Shunaqa ishlar bilan shug'ullansa, ancha chalg'igan bo'lardi deb o'ylayman. Uni chalg'itish kerak bo'lsa, yonida eri bor-ku axir. Lekin xolamning kulgan chehrasi haqqi hurmati bu haqda o'ylab ko'raman. Qarorimni majlisda aytaman. Qoyil, ofarin senga. Bekordan bekorga yana diqqatini jalb qilding. Xotinjon, nima qilyapsan? Uydan chiqib ustaxonaga boraman. Agar izn bersangiz albatta. Astag'firulloh. Bu o'zingga havola. Lekin avval yonimga kel. Seni uchun kutilmagan Amir, sovg'am bor. iltimos, meni bunday behuda ishlar bilan ovora qilmang. Ko'nglini g'ash qilaversam, bir kuni muhabbatidan asar ham qolmaydi deb o'ylaysan. Lekin sendan ko'nglim hech qachon qolmaydi, sevgilim. Kutaman, sog'intirib qo'yma. Amirning fe'l-atvoridagi nimani ko'proq yoqtirmasligimni bilasanmi, Afsona? Umuman xohlamagan paytimda o'zini eslatib turishini. Bundan tashqari seni endi so'roqqa tutayotganimda. Xonim, ishoning, Zaynab xonim masalasida hech narsaga ko'zim tushmadi. Boshida sizlar bilan o'rtangizdagi nikoh bilan qiziqqandek bo'ldi, shu xolos. Hali menga maymun o'ynatyapsanmi? Yo'q, xonim. Rostdan bilmayman. Yonimda besaramjon turishingdan xulosa qilsak, yoki quloq tutmasliging kerak bo'lgan eshiklarga quloq tutgansan, yoki savollarimga javob bo'ladigan narsalarni ko'rgansan. Nihon xonim, iltimos, meni bunday noqulay ahvolda qoldirmang. Chiqishing mumkin. Afsona nimalarni biladi? Endi eng to'g'risi, yana ishingga qaytish bo'ladi. Ularning vayron hayoti ustiga o'z hayotimni quraman. Nihon bilan o'yin qilamiz. O'sha maktabni quraman. Men xotinimga ishonaman. Seni juda baxtli qilaman. Kamol bilan ishlashni xohlamayman. Nima qilishni unutmagansan degan umiddaman, chunki endi navbat Zaynabniki. Yakunda kim g'olib chiqishini ko'ramiz. Hech shubhangiz bo'lmasin. Film Zo'r TV telekanalida dublyaj qilindi. Dublyajda artistlardan Sanjar Sadullayev, Sayfulla Ikromov, Dildora Bekjonova, Sanobar Sodiqova, Alisher Uzoqov ishtirok etishdi. Tarjimon Hasanboy Teshaboyev. Ovoz rejissyori Sardor Ismoilov. Muharrir Nasiba Mahmudova.